يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Mücadele surəsinin 11-ci ayətində Allah aytadi: "Fafsahu yafsahillahu lakum." Kenglik qilinglar, Alloh ham sizlarga kenglik qiladi. Bugun 15-yanvar 2026-yil. Allohning maqtovlik fe'llaridan fasah, kenglik qilish fe'li haqida o'rganamiz. Fasaha biror narsani joyini ochish degani, kengaytirib. Shuning uchun keng bo'sh yerga arab tilida fasaha deyiladi. Ammo odamlar mana bizda o'zbek tilida fasohat degan so'zni ishlatadi-ku. Bu lug'atdan emas. U sod bilan fasohat. Bu esa fasaha sin bilan. Ya'ni kenglik degani. Qur'onda bir o'rinda zikr qilindi bu. Mücadele surasining 11-oyatida. Unda Alloh aytdiki: "Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Ey iymon keltirganlar, agar sizlarga majlislarda joy beringlar deyilsa, joy beringlar. Alloh ham sizlarga joy beradi keng qilib. Bu oyatning tafsirida ulamolar aytganki, aslida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning majlislari haqida gap ketyapti. Sahobalar hammasi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yaqinida o'tirishni istardi tabiiy. Lekin endi o'shanday qilib hamma yaqinlarda o'tirib olsa, keyin bitta odam o'zi qolib ketsa orqada. O'shanda bu odamga hijolatchilik bo'ladi-ku, bir o'zi orqada qolib ketishi. Ana o'shanda hamma ozroq tiqilib joy ochish kerak-da, kelgan odamga joy berish kerak. Va ba'zilar buni urush oyatida tushgan, urush vaqtida saflar orasida bir odamga joy berish imkon qadar tortilib, tiqilib o'tirib. Ammo Tabari rahmatulloh aytganlarki, oyatda Alloh umum aytdi. Al-majalis deb, majlislar deb. Uni bir Nabiy sallallohu alayhi vasallamning majlisiga, bir urush majlisiga qaytlamadi. Shuning uchun bu har qanday majlislarga umumiy bo'ladi. Shuning uchun majlislar deb Alloh ko'plik tarzida aytdi. Imom Malik ham shunday deganlar, garchi bu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam majlislari haqida gap ketayotgan bo'lsa-da, boshqa majlislar, ilm majlislar ham shunga kiradi deganlar. Ya'ni odam ichi tor bo'lmasligi kerak. Bir odam o'zi o'tirgan bo'lsa, qolgan odamlar bemalol o'tirmay, yalpayib o'tirmasdan tiqilib joy berishligi kerak. Oyatdan maqsad ana shu. Ana shunda Alloh va'da qilyaptiki, sizlarga ham Alloh keyin joy beradi. Dunyo va oxiratda, ya'ni. Dunyoda sen o'zing ham xuddi shunaqangi bir qiyin vaziyatlarga tushib qolganingda Alloh senga ham qaytaradi, o'shani birodarlaring senga ham keyin joy beradi. Va oxiratda ham, masalan, qabrda Alloh qabrini keng qilib qo'yadi. Jannatdan joy beradi keng joylaridan. Al-jazo min jinsil amal, jazo amalning jinsidan deyiladi-ku. Ana shuning uchun shunga targ'ib qilindi. Demak, bundan ko'rinyaptiki, vasiya, musiya ismining ostiga kiradi bu fe'l. Vasiya Alloh kengligi, musiya kengaytirishi deb o'tdi-ku asmo darslarida. Mana bu ham shunga o'xshash ma'no. Kenglik qilganga Alloh ham kenglik qiladi. Torlik qilganga Alloh tor qilib qo'yadi. Endi bu fe'ldan olinadigan nasiba odam ichi tor bo'lmasligi kerak. Ba'zi odamlarni ko'rasan, masalan, bir safda turganda, ilm majlislarida, har qanday holda shu yoniga birov yaqinlashsa, turtaveradi. Imkon qadar oyog'ini yirib, qo'lini katta qilib ochib o'tirib, shu bir o'zim o'tirsam deydi-da. Ana shu ziqnalikdan qaytarilgan. Hadisda aytilgan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ahabbukum ilayya alyanukum manakiba fis solah." Menga sizlarda eng suyuklilaring namozda yelkasi eng yumshoqlaring deganlar. Ya'ni yelkasi yumshoq bo'lishdan maqsad birodarlarga tirishmaslik. Sal yelkangni tasha yoki bir kibringni yig'ishtir deganida bu. Yumsha birodaringga, yoningga bir odam salgina joy bor ekan deb
kirishga harakat qilsa, uni itarib siqib chiqarishga harakat qilma. Linu bayna ikhwanikum deganlar shuning uchun. Birodarlar o'rtasida yumshoq turinglar. Yoki mana transport vositalarida ham ba'zi odamlarni ko'rasan, shu tiqilaveradi. Ya'ni yonidagi odamni sig'dirmaslikka harakat qiladi, o'zi joy bor ya'ni. Shunga qaramasdan, yo'q, bitta men o'tirsam deydi, yonidagini imkon qadar siqib chiqarishga harakat qiladi. Yoki ba'zan ishda kishilar ishlayotgan joyda bir insonni o'sha ishdan siqib chiqarishga harakat qiladi. Yonimdan shu odamga ham shu ishdan nasiba beray, joy beray. U ham qilsin shu ishni demaydi. Pul topishni nazarda tutibman-da, bitta men topsam shu pulni deydi. Shunga o'xshab harakat qilayotganlarni siqib chiqarishni istaydi. Yoki masalan ayollarga ham tushadi shu. Eri uylansa, erini hayotidan, o'zini hayotidan o'sha kundoshini siqib chiqarishni istaydi. Shu bitta men bo'lsam deydi. Mana shu Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Biror ayol tovog'ini bo'shataman deb kundoshini talog'ini eridan so'ramasin. Sabr qilsin, baribir unga taqdir qilingani bo'ladi deganlar. Ya'ni birovni sig'dirmay siqib chiqarib, keyin menga qoladi faqat deb o'ylama. Baribir senga taqdir qilingani bo'ladi. Eringdan muhabbat, to'shak, infoq, ihsoni eringni, muomalasi, hatto shirin gapi, hammasi rizq. Baribir senga taqdir qilingan bo'ladi. 4 ta xotini bormi? Bitta xotini bormi? O'sha. Yoki masalan, ko'pchilik mana talib ilmlar ko'p kishi bo'lib bir uylarda turiladi. Ana shunda qarasangiz, ba'zilarning ichi tor. Yo'q, bitta xona faqat meniki bo'lish kerak. Men bitta o'zim ovqat yeyman, men bitta o'zim uxlashim kerak. Holbuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'iz uxlashdan qaytarganlar. Va taomni barakasi unga qo'llar ko'payishida deganlar. Ya'ni kuch birlikda, ko'plikda. Shuning uchun odam bunaqa ichi tor bo'lib, qaysi sohada bo'lsin, yonidagi sherik birodarlarni bir siqib chiqarishga harakat qilmaydi. Tafassahu fil majalis, majlislarda bir kenglik qilinglar, ichi torlik qilmanglar degani. Yafsahillahu lakum, Alloh sizlarga ham kenglik qilib beradi shunda. Shuning uchun bag'ri keng odamni ko'rasan, hayotda hamma narsasi kenglik bo'ladi. Rizqini Alloh keng qilib qo'yadi, xulqini keng qilib qo'yadi. Inshaalloh qabrini ham Alloh keng qilib qo'yadi. Ammo ichi tor odamning hamma narsasi tor bo'ladi dunyoda. Rizqi ham tang, fe'li ham tarrang. Alloh asasinki, bu ertaga qabri ham tor bo'ladi. Mana shuning uchun mu'minni qabr haqida aytilgan qarang. Imom Ahmadda rivoyat kelgan. Idza ra'a ma fusiha lahu fi qabrihi yaqul da'uni ubashshir ahli. Fa yuqal uskun. Mu'minga qabrida kenglik qilinganini mu'min ko'rgach, qo'yinglar, men ahlimga bir xush xabar berib olay derkan. Ularga shunda unga aytilinadiki, jim tur deyiladi. Ya'ni mu'min odam mana keng yashagan, qalbi keng bo'lib, ana shuning uchun qabri keng bo'lyapti qarang. Qalbi keng bo'lib yashagani uchun qabri keng bo'lyapti. Tabiiyki endi o'sha yerda ham u ahli oilasini o'ylar ekanda, qo'yinglar, men ahlimga bashorat berib olay, ya'ni men yaxshiman, yig'izig' qilmanglar, mana keng qabrda yotibman deb ahlimni xotirjam qilib qo'yay derkanda, unga aytiladiki, jim tur. Ya'ni bo'ldi, u yoqda unut endi. U yoqda hayoti, bu yoqda hayoti. U yoqdagilar bu yoqdagilarga hol ahvolini so'rab yurmaydi endi deb uni jim tur deyiladi. Bu g'ayb ya'ni. Shuning uchun kimgadir bunday ko'rinishda bir qarishlik lahatda tiqilib yotgandek ko'rinsa-da odam, lekin agar mo'min bo'lsa, mana qabri keng qilib qo'yilar ekan. Ammo kofir, munofiqlar, fosiq, fojirlarchi qabri tor qilinadi. Qabri siqadi ularni. Garchi hammani qabr bir qisishi bo'lsa-da, bu lekin ona zaminni bag'riga qaytgandagi siqish va azob emas. Ona bolasini quchoqlagandagi quchoqlash. Lekin doimiy qabr siqishi ana o'sha qalbi siqilganlarga bo'ladi bu. Ichi torlarga ya'ni. Qabri ham tor bo'ladi uni. Kenglarga mana qabri ham keng bo'ladi. Shu bugun yoniga hech kimni sig'dirmay, bitta uyga sig'may ketaveradigan, faqat shu o'zi bo'lishni istaydigan odamlarga ajablanasizda. Agar shu qabrga kirsang, o'sha yarim metr qabrda ham yotasan oxiri keyin. Shu juda mana shunaqangi tor bo'lsang, shu torlikda ham baribir kutayotgan torlik bor oldingda. Ikkinchi nasiba, dinda kenglik. Ya'ni dinni tor olmaslik. Biz bunda bu gapni saroy mullalarcha talqin qilib aytmayapmiz. Saroy mullalar ko'pincha shunaqa deydi-ku. Dinni juda ham bir tor olmanglar deydi. To'g'ri, bular uni noto'g'ri talqin qiladi. Lekin aslida bu gap, garchi ular uni botilda istab aytayotgan bo'lsa-da, o'rnida to'g'ri gap bu. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar qarang. Liya'lamal mushrikun anna fi dinina fusha. Mushriklar bilsinlarki, dinimizda fusha, kenglik bor deganlar. Ya'ni
Buni Habashlarda raqsi haqida, hayitlarda o'ynash haqida aytilingan. Habashlar raqs tushayotgan paytda va hayitlarda o'yin kulgu qilish, masalan, ayollarga, yosh bolalarga. Ana o'shanda odamlar ichtorlik qilmasligi kerak. Rasululloh aytayaptilarki, bu mushrik kofirlar ham bilsinki, dinimizda ham kenglik bor. To'y ma'rakada, hayitda bag'ri kenglik qilinadi. Tor olinmaydi. To'ylar azaga o'xshab o'tkazilmaydi. Hayitlar qabristonlarga borib azaga o'xshab yig'i-sig'i bilan o'tkazilmaydi. Dinda shariat bergan miqdorcha kenglik bor, o'shandan foydalanish kerak. Ko'pincha g'ulu ahli buni tushunmaydi. Shu odamlarni imkon qadar dindan chiqarishga, Allohning rahmatidan chiqarishga harakat qiladi. Keyingi osmonlar va yerning keyingicha bo'lgan jannatga sig'dirmaslikka harakat qiladi. Ana Arobiyga o'xshab meni va Muhammadni rahim qilgin sallallohu alayhi vasallam. Biz bilan boshqa hech kimsani rahim qilmagan deydigan toifada ular. Jannatni ham tor oladi. Allohning rahmatini ham tor oladi. Hech kimsaga uzr yo'q. Sal narsaga odam kofir bo'lib qolaveradi. Ana shunaqa deb o'ylaydi dinni. Aslida bunaqa darajada emas. Mana qarang, Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisini o'qiganlar. La yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haroman. Mu'min dinida kenglikda bardavom bo'ladi, modom harom qonga tegim qo'ymasa deganlar. Ko'ryapsizmi? Bu ham asosan mana shu g'ulu ahliga tegishlik. Chunki odatda birovga takfir berib odam o'ldiradiganlar o'shalar bo'ladi. Halollab o'ldiradiganlar. Agar kishi dinida mana shunaqa qilib birovga harom qonini to'kib, zulm qilib o'ldirsa, tor oldi-ku bu qarang. Endi bo'ldi, dinida ham torlik bo'lar ekan bunga. Dinida kenglik yo'q. Lekin harom qonga teginmasang, ya'ni birovni nohaqdan o'ldirmasang, diningda kenglik bor degani, ya'ni inshaalloh ko'p qolgan ishlaring kechiriladi. Albatta shirk, kufrga bormasang. U narsada juda toroma. Intajtani bu kaba'ir ma tunhana an nukaffir ankum sayiatikum. Qaytarilgan kabira gunohlardan chetlansanglar, qolgan yomonliklarga kaforat qilamiz degan. Keyingi fe'l dalolat fe'li. Sof surasining 10-oyatida Alloh aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Ey iymon keltirganlar, men sizlarni shunday bir tijoratga dalolat qilaymi? U sizlarni alamlik azobdan najot beradi. Dalolat dalla lug'atidan olingan. Bir narsa tepadan pastga uzayib tushishligi degani asli lug'atda. Mana shuning uchun mana lochin, burgutlar osmonda uchib keyin yerda bir o'ljasini ko'rsa, o'zini o'qdek pastga tashlaydi-ku o'ljani ustiga. Ana shu jarayonni adallal ba'zi ala soytihi deydi. Lochin oviga o'zini tashadi degani. Demak, uzoqdan turib joyiga urish degani-da, dalil degani. Ana shundan biror narsaga dalil, isbot degan gap kelib chiqqan. Bu nima degani? O'shani joyiga tushiradigan qilib isbotlab berish degani, dalil degani. Uzoqdan olib kelib masalani o'sha joyiga tushirib berish degani. Endi mana shundan dalolat qilish degan narsa ishlatilinadi lug'atda. Ya'ni birovga bir uzoqdagi narsani aniq joyini belgilab berish degani. Masalan, bir odam sizdan yo'l so'rayapti. Falon joyga qanday boriladi deyapti. Ana shunda siz dalolat qilib olasiz o'sha odamni o'sha joyga borishga. Ya'ni dalolat qilib olasiz degani, uzoqda turib unga siz qanday boradi, qayerga boradi tushuntirib berib qo'yasiz. Ana shu dalolat deyiladi. Mana shundan dallol degan gap kelib chiqqan. Bozorlarda odamlarni bir tovarlarga kerakli bir narsasini olishga yo'llab qo'yadigan kishi degani, joyiga olib borib beradigan odam degani. Qayerdan qaysi narsani olish kerak, o'sha yerga uni olib borib yo'llab qo'yadigan kishi degani dallol. Endi Allohning haqida bu mana shu Sof surasining 10-oyatida keldi. Alloh aytayaptiki, men sizlarga bir dallollik qilaymi deyapti. Shunday bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi sizlarga? U tijoratki sizlarga alamlik azobdan najot beradigan tijorat bo'ladi. Bu dunyo tijorati emas bu. Bu oxirat tijorati. Shuning uchun oyatning davomida aytadiki, tu'minuna billahi va rasulihi va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Allohga va rasuliga iymon keltirasizlar va Allohning yo'lida molinglar va joninglar bilan jihad qilasizlar. Mana shu ishlaring sizlar uchun yaxshidir agar bilsanglar. Natijada yaghfir lakum zunubakum, gunohinglarni kechiradi, va yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
ostlaridan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Va masakina toyyibatan fi jannati adn, mangulik jannatidagi pok maskanlarga kiritadi. Zalikal fawzul azim, mana shu buyuk yutuqdir. Va ukhra tuhibbunaha nasrun minallohi va fathun qarib. Va yana boshqa narsa ham bor, sizlar uni yaxshi ko'rasizlar, Allohdan nusrat va yaqin fath. Mo'minlarga bashorat bering mana shuni deydi. Alloh bilan tijorat qilish mana bu. Alloh ana shunga dallollik qilyapti. Bizdan nima ekan? Bu tijoratda vazifa bizdan Alloh rasuliga iymon va Allohning yo'lida molimizni va jonimizni ayamay jihad qilishimiz. Bu Allohga kerak emas. Agar bilsanglar o'zingizga yaxshi deyapti. Endi buni muqobilda Allohdan mukofot nima? Gunohlarni kechirilish va ostidan anhorlar oqib turadigan mangulik jannatlarga, pokiza maskanlarga kiritish. Mana shu buyuk yutuq. Bu endi oxiratda. Guruchning tagida kurma ham ko'karadi. Oxiratning ostida dunyo ham obod bo'ladi. Shuning uchun davom etganki, yana boshqa narsa bor hali. Sizlar uni yoqtirasizlar, uki Allohdan kelgan nusrat va yaqin fath. Dunyoda ham qurib qo'ymaydi yani, nusrat, g'alaba, tamkin, izzat. Mana sahobalar oxiratdan oldin dunyoda ham podshoh bo'lib yashashdi. Hokim bo'lishdi. Bu albatta keyingi darajalik ish. Asli maqsad Allohning roziligi bo'ladi. Mana shu Alloh dalolat qilgan tijorat ya'ni. Endi bu filda olinadigan nasiba. Birinchisi, mana shu Alloh rozi bo'lgan tijoratni mo'min odam Alloh bilan tijorat qilishligi kerak. Chunki Alloh shu tijoratga dalolat qildi mo'minni. Bugun odamlar ishbilarmon kishilardan, pul topadigan millionerlardan tavsiyalar olishni istaydi. Qanday hayotingizda bu narsaga erishdingiz? Bizga ham shuni dalolat qiling. Nima qilsak biz ham shu narsalarga erisha olamiz deydi. Aslida u odamning tajribasi sizga to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Uning hayoti boshqa, sizniki boshqa. Lekin mana Alloh haqiqiy tijoratga dalolat qilyapti. Allohga ishongan odam uni va'dasiga ishonadi. Va kimga qanaqa narsa foydaligini Alloh biladi. Ana shuning uchun Allohning dalolatiga qarab ish qiladi. Ikkinchi nasiba, tabiatdagi Allohning dalolatlaridan ibrat olish. Ya'ni atrofimizdagi olamga qarasak, hamma narsada Alloh dalolatlar qilib qo'ygan. U dalolatlar birinchidan uning o'zining qudratiga, yolg'izligiga dalil bo'ladi. Masalan, sahroda ketyapsan, tasavvur qilgin, tuyani tezagini topib olding. Bu nimadan dalil? Demak, shundan tuya o'tgan. Bir odamning izini topding. Bu nimadan dalil? Demak, shu yerdan kimdir yurgan. Osmonda bir qush uchib aylanib yuribdi. Bu nimadan dalil? Demak, shu yerda qaydadir suv bor. Ko'ryapsizmi? Ya'ni har qanday asar nimagadir dalolat qiladi. Ana shunga o'xshab tabiatdagi hayotni kuzatsang, hammasi aslida Allohning qudratiga dalolat qiladi. Kim ko'rib ketdi deydigan odamlarga tegishli gap bu. Sen ko'rmayapsanmi shuncha Allohning dalolatlarini? Ikkinchidan, insonning o'zining hayotidagi manfaatli narsalarga dalolat qiladi ular. Masalan, Odam alayhissalomning bir o'g'li narigisini o'ldirib qo'ygan paytda odamni endi ko'mish kerakligiga nima dalil bo'ldi? Vahiy tushdimi bir? Yo'q. Qarg'ani Alloh dalil qilib jo'natdi. Qarg'a dalolat qildi odamni ko'mish kerakligiga. Yer kavlab qarg'a o'zining sherigini ko'mdi. Bu dalil bo'ldiki, odam ham o'zining sherigi o'lsa ana shunaqa ko'mish kerak. Yer yuzidagi odamzodga ilk hayot bosqichidayoq Alloh hayvonot olami bilan dalil yubordi. Endi bu narsani misoli qiyomatgacha davom etadi. Hayvonot olamidan olinadigan ibratlar odam ko'rsa bu narsani ajablanadi. Hakim bo'lib ketadi agar hayvonot olamini tadabbur qilaversangiz. Masalan, chumollarni qarang mana. Zaxira qilish lozimligiga Alloh shu chumoli orqali dalolat qilib qo'yadi. Tazavvadu degan Alloh qonida zaxira qilinglar. Lekin zaxira qilish bu yema ichma bo'l baxil degan qoidaga binoan bo'lmasligi kerak. Yemay ichmay zaxira qilish. Yeyish kerak, ichish kerak, o'rnida ishlatib zaxira qilish kerak, birodarlarga berish kerak. Ana bu narsani endi foydasi yo'qligiga, agar yema ichma bo'l baxil qabilida ish qilsang, foydasi yo'qligiga yana qarg'a orqali Alloh dalolat qilib qo'yadi. Qarg'alarni qarasang, yong'oqlarni o'g'irlab ketadi-da, o'zi yemaydi, ichmaydi. Birovga ham bermaydi. Qizg'anchiqlik qilib olib borib o'ziga ko'mib qo'yadi. Keyinroq yeyman deb o'ylaydi-da. Qarasang, aksar holda keyin o'sha ko'mib qo'ygan joyi esdan chiqib ketadi. Keyin yo uni qurt qumsqalar yeb ketadi, ko'mgan yong'og'ini. Yurgandiki emas, buyurgandiki bo'ladi. Yoki qarasang, o'sha yong'oq o'sib chiqadi, daraxt bo'lib. Baribir boshqalar foyda ko'radi o'shandan. Odamlar ham ba'zan mana shunga o'xshaydi.
yemaydi, ichmaydi, banklarga qo'yib keladi pulini olib borib. Ayniqsa mana tog'utlarga qarasang shunaqa. Million dollarlarni yemay, ichmay, xalqning puliga ham yedirmay, ichirmay, xalqning pulini olib borib banklarga qo'yib keladi. Keyin qarasang, bular o'ladi yoki inqiloblar bo'ladi, o'sha pullar muzlatilinadi. Na o'zi yedi, na xalqiga yedirdi. Baxillik qilib olib borib qo'yib kelgan kimlarga qolib ketadi begonalarga. Mana shu qarg'aning ahmoqligiga o'xshaydi o'shanda ular. Balki qarg'a bundan oqilroq. Chunki qarg'a baribir kelajak avlodiga foydasi tegadi o'sha qarg'alarga yong'oq o'sib chiqib, tabiatga foydasi tegadi. Ammo mana bu zarar kunundalar bo'lsa kofirga foydasi tegadi ular. Musulmon xalqlarning pullarini o'g'irlab, kofirlar bankiga ko'mib keladi, olib borib, uni huzurini o'sha dushman ko'radi. Muhimi, agar tabiat olamini tadabbur qilsang, odamzodga manfaatlik hamma narsaga Alloh tabiat orqali dalolat yuborib qo'ygan. Axloqlarni tuzatishga tabiat kifoya. Aqidaga tabiat kifoya. Dunyoning manfaatlariga, oxiratning manfaatlariga tabiat kifoya. Lekin endi o'sha tabiatdan hamma ham bu narsani tushuna olmagani uchun Alloh shariat jo'natgan. Shariatki mana shu narsalarda tabiatda ham borligini dalolat qiladi va tabiatda tushunmasa odam o'zi buyruq qiladi. Mana shunday qil deb shariat. Masalan, shuning uchun bizga mana musulmonning ustidagi haqlardan biri o'lsa uni janozasida ishtirok etish deyilgan, qarang. Shariat dalolat qilyapti mana shu narsaga. Aslida tabiat ham dalolat qiladi-ku unga. Yuqorida aytganimizdek, qarg'alar ham bir-birini ko'madi qarasang. Chumollar ham bir-birini ko'madi. Ana shu tabiat dalolatiga shariat dalolati deyiladi endi. Tabiat bilan bir dalolat yuborishlikka yana bitta misol qarang. Sulaymon alayhisalom o'lganlarida jinlar u kishini o'lganini bilmay xizmatini qilib yuraverdi. Oxiri keyin Alloh u kishining asolariga bir qurt tushirdi. Aso yemirilgach u kishi yiqildilar. Ana shundan keyin jinlar bu narsadan dalil oldi uni o'lganligiga. Alloh shu haqida aytadiki: "Falamma qadayna alayhil maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata." Biz unga Sulaymonga, ya'ni o'limni bitganimizdan keyin uning o'limiga ularga faqat bir yer qurti dalolat qildi xolos. Uning hassasini yeydigan. Qachonki u qulab yiqilgach, keyin jinlar aniq bildilar. G'aybni bilsalar, xor qiluvchi bu azobda o'tirmasdik deb. Mana bu ham demak, shu tabiatdagi hodisalar orqali dalolat olishga ishora bu. Yana bir oyat. Alloh aytadi: "Alam tara ila robbik kayfa madda zil ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا." Axir ko'rmaysizmi, Robbing qanday soyani cho'zib qo'ydi. Agar istasa uni sokin qilib qo'yardi. So'ngra quyoshni unga dalil qildik deydi. Ya'ni soyani qarang qanday cho'ziladi, qisqaradi. Istasa Alloh soyani o'zgarmaydigan qilib qo'yardi bir xil. Biz quyoshni unga dalil qildik deyapti. Ya'ni soya bo'lsa nimadan dalolat? Quyosh chiqqandan dalolat. Soya asli yo'q narsa, lekin quyosh unga dalolat. Bu narsani tafakkur qilsangiz juda ham ko'p hikmatlar ochiladi. Bugun haligi yuqorida aytganimdek, kim ko'rib ketdi-yo, kim ko'ribdi, men ko'rmagan narsamga ishonmayman degan ateistlar, ana o'sha johillarga ko'p ibratlarni ochib beradiki, mana qara, soya nima aslida? Sen soya borligini qayerdan bilasan? Soya bormi bu olamda? Ha, soya bor deydi. Qayerdan bilding soya borligini? Uni ushlab bo'lmasa soyani. O soya o'zi qop-qorong'ilik, uni ko'rib bo'lmaydi soyani. O'zi qorong'ilikdan iborat u. Nima narsa uni borligini isbotlagan? Nur. Quyosh deyapti. Quyoshdan maqsad nur, ya'ni chunki quyosh asl nur manbaida biz dunyoyimizda. Shuning uchun quyosh deyilyapti. Demak, qarasang, bir narsani o'zing ko'ra olmasang ham uni, ushla olmasang ham, hidla olmasang ham, eshita olmasang ham, lekin unga dalolat qilgan bir narsa uni borligini dalili bo'lar ekanmi? Uki quyosh mana. Ana shunga o'xshab Allohning borligini, jannat, do'zax borligini, qiyomat, qayta tirilish borligini dalolatlari ko'p, garchi hech kim uni ko'rib kelmagan bo'lsa ham. Mana o'simlik olamini qara. Har yil qiyomatga dalil qiladi Alloh shu o'simlik olamini. Kuz kelganda barglar to'kiladi, o'simliklar quriydi, qishda muzlab yotadi. Bahor kelgandan keyin bitta yomg'ir yog'adi, qarasang, yana o'sha o'simliklar ko'karib chiqqan ertagidan. Ertaga qiyomat bo'lishi ham xuddi shunday. Insoniyatning kuzi keldi hozir. Yaqinda qishi ham keladi, ya'ni uki butun xaloyiq maxluqot halok bo'ladi. Qish keldi degan ana o'sha. Keyin yana bahor keladi. Hayot sikli deyiladi buni. Hayot mana shunday aylanaveradimi? Har yil fasllar almashib,
Ana shunga o'xshab yana hali qiyomatdan keyin yana hali hayot bo'ladi. 3-nasiba. Shayton dalolatiga ergashmaslik va shaytonning yugurdagi bo'lgan inson shaytonlar, kofirlarning dalolatiga ergashmaslik. Ular chunki seni jahannamga dalolat qiladi. Jannatdan chiqarishga dalolat qiladi. Mana Alloh shayton haqida aytgan, shayton unga vasvasa qildi, ya'ni odamga. Dediki: "Ey odam, hal adulluka ala shajaratil khuldi va mulkin la yabla?" Seni men mangulik daraxtiga yo'llab qo'yaymi? Va chirimaydigan mulkka yo'llab qo'yaymi dedi. Qayerda mangulik? Jannatdan chiqarishga yo'llab qo'yayotgandi u. Qanaqa chirimaydigan mulk? Chirib ketilmaydigan dunyoga yo'llab qo'yayotgandi u. Ko'ryapsizmi? Shaytonning dalolati faqat va faqat sizga zarar narsalarga dalolat qiladi. Mana shaytonga qo'yib bersangiz, inson shaytonlar ham, jin shaytonlar ham ich, chek, zino qil, o'g'irlik qil, odam o'ldir deydi. Ana shu narsalarga dalolat qiladi sizni. Yaxshilikmi bu ishlar? Yo'q, xaroblik bu. Mana ko'ring, ichgan chekkan odamlar qanaqa xor bo'lib ketadi. Zino qilgan odamlar qanaqa kasalliklar yuqtirib, kaltaklanib, ana ayollar zino qilib qanday o'zini o'zi xorlaydi. Uni u bilan zino qilgan erkak o'zi birinchi o'rinda xorlaydi. O'sha ishini qilib, erta bir kun homilador qilib tashab ketadi, xor qilib. Yoki o'sha homilador bo'lib qolgandan qo'rqib, yoki homilador bo'lib qolsa o'sha ishini yashirish uchun o'ldirib ketadi o'shani. Bir joylarda axlat qutilaridan o'ligi topilinadi. Ko'ryapsizmi, shayton insonni qanday xorlikka yo'llaydi. Yoki odam o'ldirish ham nohaqdan, qotillik, bu ham oxiri xorlik. Uni o'zini ham shunaqa xor qilib o'ldiriladi. Endi eng haqiqiy xorlik jahannam xorligiga yo'llaydi odamzodni shayton. Mana mushriklarni qarang. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib aytishardi. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Kofir bo'lgan kishilar aytadiki, ya'ni bir-birlariga, biz sizlarni bir kishiga yo'llab qo'yaylikmi? U odam sizlarga xabar beryaptiymish. Sizlar mayda-mayda bo'lib ketganinglardan keyin yangi xilqatday bo'larmisizlar yana. Ya'ni chirib-chirib yo'q bo'lib ketganinglardan keyin yana yangidan tirilarmisizlar. Bu odam shunaqa deyapti. Shunaqa odamga yo'llab qo'yaylikmi sizlarni deb kesatishardi ular. Piching qilishardi. Aslida shu odamga yo'llab qo'yishsa, ana shu odam insoniyatni to'g'ri yo'lga boshlayotgandi. Uki Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Endi Allohning hikmatini qarangki, bi'izzi azizin va zulli zalilin degandek, azizda azizligi, xorda xorligi bilan Alloh dinini tamomiy qiladi degan-ku. Shular mazxara qilib yo'llab qo'yaylikmi deb, lekin yo'llab qo'yardi odamlarni Rasulullohga. O'zlaricha ular bu bilan Rasulullohdan odamlarni qaytarmoqchi bo'lardi, mazxaralab. Lekin shu ishi bilan ham baribir yo'llab qo'ygan qancha odamlar Rasulullohni topib kelgan mana shu mushriklarni reklamasi bilan. Masalan, Abu Zar radhiyallohu anhu. Hozir ham ko'rasiz buni. Munofiqlar, fosiq fojirlar musulmonlarni mazxaralab yoki yomonotlik qilib televideniyalardan ko'rsatib, birovga aytib, "Hozir senga bittasini ko'rsataman" deb ustidan kulib, lekin birovdan ana shunaqa qilib dalolat qilib yurishadi. Bu ham o'sha yuqorida aytganimizdek ahmoq qarg'aga o'xshaydi-da. Olib borib ko'mib qo'yadi, birovlarga manfaat tegadi ko'mgan narsasini. 4-nasiba. Mo'min odam yaxshilikka dalolat qiluvchi bo'lish kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ili." Kim bir yaxshilikka dalolat qilsa, unga uning qiluvchisining ajrini misli bor deganlar. Ya'ni birovga masalan bir yaxshilikni o'rgatib qo'ydingiz, mana shu ishni qiling deb, yomonlikdan qaytardingiz. Endi o'sha odam shu ishlarni qilsa, o'shani tengma-teng ajri sizga ham bor, unikini kamaytirmagan holda. Masalan, bir joyda bir muhtoj odam bor ekan. Siz o'shani bildingiz, lekin pulingiz yo'q. Yordam beradigan. Bir odam yordam beradigan puli bor. Ana o'shani shunga yo'llab qo'ysangiz, siz to'liq sadaqa qildingiz hisob. Uni ajrini kamaytirmagan holda. Yoki bir joyda bir yigit bor, uylanolmay yuribdi. Bir joyda bir qiz bor, turmushga chiqa olmay yuribdi. Shuni ikkovini bir-biriga dalolat qilib olsangiz, bo'ldi, siz mana shuni katta ajrini olasiz. Shular nikohlanganligini ajrini. Yoki bir ilmga yo'llab qo'yish, hidoyatga yo'llab qo'yish bir kishini. Eng katta dalolatlardan bu. Oxirat yo'liga dalolat qilish odamlarni. Yoki birovni bir xayrli ishga yo'llab qo'yish, ya'ni masalan tijoratida bilasiz bir joyda bir yaxshi ish bor. Bir odam ish izlab yuribdi, o'shanga yo'llab qo'ying.
Bir tijoratchi narsasini sota olmay yuribdi. Boshqa joyda bir odam o'shanaqa narsani izlab qo'yibdi, shuni bir-biriga yo'llab qo'ying. Musa alayhisalomni opalarini siyratda Alloh keltirgan. Firavunlar oldiga borib qarang. Hal adullukum ala ma yakfuluh degan. Buni kafilligiga oladigan kishilarni sizlarga yo'llab qo'yaymi? Sizlarga o'shani dalolat qilaymi degan. Firavunlarning oldiga borib gapirish oson bo'lmagan. Lekin endi ukasiligi uchun va ular emizuvchi odam topolmay yurganligi uchun emizuvchi ayol topisha olmasdi Musa alayhisalomga. Hech kimni Musa alayhisalom qabul qilmadilar. Ana shuning uchun opalari borib, ana shunga sizlarga men da'vat qilib qo'yaymi deb onasiga qaytarib olib kelgan. Demak, Alloh taqdir qilgan narsaga ham qarang, sababchi bo'lib bir dalolat bo'lish kerak ekan. Alloh taqdir qilgan, inna raduhu ilayk. Biz senga uni qaytaramiz degan onasiga. O'g'lingni qaytarib beramiz degan. Lekin shu va'da ham kimlardadir dalolati bilan amalga oshgan ekan qarang. Yoki mana Musa alayhisalom Misrdan chiqib ketishlarida ham Alloh u kishini asrab qo'yishligiga kafil bo'lgan. Lekin o'shanga ham bir kishi kelib dalolat qildi. Qoch, Firavun seni o'ldirmoqchi dedi. Yoki Madian shahriga yetib borganlarida ham o'sha yerda u kishi 10 yil ishlashi, qo'y boqishi, oilalik, bola chaqalik bo'lishligi bu taqdirda bitilgan narsa edi. Lekin o'shanga ham o'sha qiz otasini dalolat qilib qo'ydi. Otasiga borib aytdi, Musa alayhisalom chaqirib keldi va otasiga ochiq aytdi, ishga oling bu odamni deb. Olma pish, og'zingga tush deb o'tiravermaydi odam. Demak, Alloh taqdir qilgan bilan o'shanga sababchi bo'lish, dalolat qilish kerak ekan. Endi Allohning taqdirida endi bo'lsa bo'ladi deb o'tiraveradi ba'zilar. Bu ojizlik deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shuni aytganlar hadisda. Sen o'zingga manfaatli narsaga haris bo'l. Ojizlik qilma deganlar. Ana o'shandan keyin bir musibat yetsa, endi Allohning qadarida deysan. Lekin og'zidagi oshni oldirib o'tirib, o'zi bir dalolat qilmaydi yoki bir harakat qilmaydi, keyin Allohning taqdirida deyilmaydi, ojizlik deyiladi bu. Shunday insonlarga xayrli ishlarga dalolat qilish bu payg'ambarlar vazifasi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, mendan oldin qanday nabiy bo'lgan bo'lsa, uning zimmasida haq bo'lganki, ummatiga yaxshilik deb bilgan narsalarga ummatini dalolat qilishligi va yomonlik deb ularga bilgan narsasini ularga ogohlantirishligi. Ya'ni hamma payg'ambarning zimmasidagi vazifa mana shu bo'lgan ekan, qarang. Ummatga nima yaxshilik deb bilsa, o'shani ummatga o'rgatish, ummatga nima yomonlik deb bilsa, o'shani ummatni undan ogohlantirish. Bugun bu vazifani payg'ambarlar yo'q, payg'ambarlarning merosxo'rlari, ulamolar, da'vatchilar qiladi. Nimaiki bir narsani yaxshilik deb bilsangiz, odamlarga ham shuni dalolat qilishingiz kerak. Yomonlik deb bilsangiz, odamlarni shundan ogohlantirishingiz kerak. 5-nasiba. Dalil bilan ergashish va dalil bilan gapirish. Kur-qur'ona ergashish yo'q shariatda. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Bilmagan narsanga ergashma degan Alloh. Dalil kerak. Dalil esa Alloh aytdi, Rasul aytdi. Nimaiki narsani senga din deyishsa odamlar, dalil nimadi? Ba'zi johillar bor bugun buni bir dalil so'rashda beodoblik deydi. Yo'q, dalil so'rash beodoblik emas. Inson dinida basirat ustida ergashishligi kerak. Hadihi sabili adu ilalloh ala basiratin ana va taban degan Alloh. Rasuliga aytgan, ayting, mana bu mening yo'lim, basirat ustida da'vat qilaman Allohga. Basirat degan ana shu dalil degani. Men ham va menga ergashganlar ham degan. To'g'ri, dalilni endi raqamigacha aytib berish bu da'vatchining vazifasi emas. Ba'zi johillar bor, mana shu paytda g'uluv ketadi-da. Masalan, Alloh aytgan, Rasul aytgan deb dalil qilib o'tib ketsang, qaysi oyatda, qaysi suraning qaysi betida, qaysi raqamida deydi. Sen nima qilasan? Sen faqat yotib tayyorga bakovul bo'lasanmi? Bu odam Alloh aytdi deyaptimi? U o'sha Allohning so'zimi, yo'qmi? Uni o'rganish endi o'sha tinglovchining vazifasi, agar shu darajada daqiq bilishni istasa. Rasul aytdi dedimi? Uni qaysi raqamlik hadisda aytgan, buni hammasini gapiruvchi aytib ketishligi imkonsiz. Odam o'zi ilm o'qish kerak, ozroq bir hadis bilan hadis emas narsani bunday eshitganda farq qila olishlik qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Kishi agar bir kishining gapini o'rganaversa, bir eshitgandayoq biladi, o'shani gapimi yo'qmi? Allohning kalomini doim o'qib yurgan, eshitib yurgan odam, Rasulullohning kalomini doim o'qib, eshitib yurgan odam, bir oyat yoki hadis deb aytsa bir gapni birdaniga biladi, ha, bu haqiqatan oyat, hadis. Men ham o'qigandim buni falon surada yoki falon hadisda deb, keyin o'zi ham bilib oladi o'shani.
Muhimi ya'ni aslida dalil bilan gapiriladi, dalil bilan ergashilinadi. Lekin dalillar tafsilotini har doim ham endi uni gapiruvchi bayon qilib berishlik uning vazifasi emas. Shu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh keyingi darsda Allohni hech bir narsa ojiz qoldirmasligi haqida shu fe'ldan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Vallohu a'lam.